Heyo, hammaga salom. Bugun sizlar bilan kelganman va bugun men video chiqarishga ulgurolmay qoldim. Lekin mana chiqaryapman. Baribir chiqaryapman. Bugun sizlarga men abstraksiyon qurib beraman. Abstraksiyon hozir qurib do'stlar, sizlar ham videoni oxirigacha ko'ringlar va ko'ringlar. Mana bunaqa keyin bitta redstone kerak bo'ladi, bitta blok kerak bo'ladi. Blokdan tashqari yana nima kerak bo'ladi? Mana bunaqacha kerak bo'ladi. Mana o'zi o'ylab topdim do'stlar. Birinchi bunday qo'yasizlar. Qo'yib ketishni boshlaysizlar. Shuncha yetadi. Endi navbat bloklarni qo'yib olishga. Mana shunday qilib qurib ketamiz. Shunday qilib burilib ham ketishimiz mumkin. Keyin bunday qilib tepaga chiqib ketadi. Yomon tepaga. Endi buni pastga olib tushishimiz uchun bunday qilamiz. Bunday. Shuncha. Hop, buni videoni deyarli to'xtatmasam ham bo'ladi. Mana nihoyat. Lekin buni hali ishlar ko'pda. Endi navbat. Bunday. Mana shu burilishga kelgan joyda burilmaydi-da bundan ham. Bunday burilib turg'izib qo'yishga naqadar foydalanaverasizlar. Balandligidan mana shunday abstraksiyonni qurdim. Xo'p, endi buni pastga tushirib olamiz. Endiga navbat mana. Salgina bunday qo'yamiz. Endi salgina urg'ulamiz. Oxirida mazza quchamiz o'zimiz. Endi mana shunaqasiga bir aylanib ham kelish kerak. Mana shunday. Mana shu yerda aylanib kelish kerak. Keyin yana bitta endi qurib ketaveramiz tekizib. Короче, yana shu yergacha yetkazib olishimiz kerak endi. Xo'p, mana shu yerda
desanglar, men qarang. Sizlarga bunday bo'ldi qilib qo'yaverdim. Shunday qurib bo'lgandan keyin o'zi uchish kerak. O'zini sizlar uchirmasizlar. Mana shu ketyapti. Lekin buni zo'r bo'lyapti. Endi bu ham bunday qilamiz. Keyin bitta qilib qo'yamiz. Shu bilan ketadigan joyga ketadi. Xohlasanglar bunday qilib qo'yasizlar. Voy. Keyin shu bilan redstone yetmaydigan joyga bunday qo'yasizlar bo'ldi. Yana bitta monetka redstone yetib qolmayapti. Buriladigan joylarga yetib qolmay ekan. Tagiga qo'yib qo'ysam nima qilardi? Voy! Shu bilan tagiga qo'ysak yomon bo'lib ketyapti-yu. Demak, buni ham shu burilish joyiga endi bu xohlasanglar jonini ham ko'rsataman kerak bo'lsa. Shunday qilib ham qo'yibdi buni. Burilish joyigacha. Qo'yinglar, mana shuni qo'yamiz. Xohlasanglar yoniga, xohlasanglar tagidagi blogini mana shunday chiqishinglar mumkin. Shu bilan endigi ishimiz jonli hozir kreativga ham o'xshaydi. Birinchi bo'lib kreativga ham. Va ketib qoldi. Va to'xta. Va nalata ketib qoldi. Ketib qoldi. To'xta. Bo'ldi. Yo'q qilishga o'rgandim. Nalatini ketib qolyapti. Bo'ldi. Redstone tentak. To'xta. Redstone'ni o'chirib tashlaymiz. Bundan ko'maganga ulab qo'ysak nima qiladi? Endi redstone'ni shunday mayatdan qilish kerak-da. Ketib qoldi yana. Biriga. Endi buni tezroq bo'l. Ana. Do'stlar, deyarli qanchaga o'chirmadim videoni. Endi bitta unday qo'ysak bo'ldi. Mana men bosib ketayotganim yo'q. Montaj ham emas bu. Ishonmasalaringizlar bitta sinab ko'ringizlar bo'ldi. Mana men tegmayman. O'zi ketaveradi. Jonliga o'xshamaydi desanglar mana bo'ldi endi. Ketaveradi ketgan joyiga. Men buni aytdim-ku. Bilmasam qilmayman demay ham, to'g'rimi? Xohlasanglar jonliga o'tkazam. Mana do'stlar, jonlida turibdi, to'xtaylik. Mana uni bekor qo'yishib qilaman. Mana xohlasanglar. Bu nalati ketib qoldi endi. Hozir o'tirdim. Ana o'yim yuribdi. Qaqadir. Bular endi o'zidan o'zi yurib ketaveradi. To'g'rimi? O'zidan o'zi yurib ketaveradi. Ana. Kelyapti.
oliydaman. Mana yurakchalar ko'rayotgan. Endi mana qilganimni ko'ryapsizlar. Men hech qayerga bosayotganim yo'q. O'zi bo'lib ketyapti. Men hech nima qilganim. Endi buni xohlaganlaringizcha ishlatsanglar bo'ladi. Hayır.